hammaga sizlar yaxshimisizlar demakam Albatta, men o'tvorimiz tuzagami YouTube like bosishni unutmang. Men ham video chiqarishni davom etaman. Qani ketdik. kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men tez orada o'z YouTube kanal obunachalarimni o'z videomga chaqiraman va ular meni videomga qatnashgan holda videolarini yutib olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz nafaqat meni videolarimni mazza qilib ko'rishingiz, balki meni kanalimga obuna bo'lgan holda millionlarni yutib olishingiz mumkin. Va o'rtoqlar har doimgidek obuna bo'lmaganlar ko'p. Shuning uchun ham bemalol obuna bo'linglar. Chunki men bu yil 2 million bo'lishim kerak. Shuning uchun ham hozir pastga tushib qarang. Haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Ana endi bo'lsa sal chekkaroqqa kelamiz. Xullas o'rtoqlar. Aynen, afsane Topshiriq o'zi topganman va birin-ketin mana shu topshiriq orqali ishni ishdan chiqara olamiz. Va ana bo'lsam birinchi topshiriqni qilamiz. Bo'lmasam, challenge boshlanishidan birinchi topshiriq. Mana shu park hududida biz mana shunaqa limonlardan bekitganmiz. Sizlar 9 tasizlar. Qo'limdagi limondan atdagi 8 ta. Bitta topolmaydi, uchib ketadi. Va sizlarga rovna 10 minut vaqt topishga vaqt ket. Bittasi. Все, sho'r qaysi o'sha keyingi raund ko'tdilar. Chunki o'sha limon topdilar. Oh, ikkinchi inson ham topdi. Voy, mazgilar unaqa qilmanglar. Yoppa. Daminchi topibdi bular. Qo'lingizni shaptiring, qo'lingizni shaptiring. Просто logично. Omonxonni ham qo'lida limon turibdi. Imенно shunaqa limondan dedi va qaravman, omonxonni qo'lida hech kim so'ramadi. Ha, ko'rtirganingdek o'sha ikkita ishtirokchi keyingi raundda. Do'stlar. O'tni bermayman. Deb o'ylayman. O, kumba paypog'imga kirib ketmasa bo'ldi. Hozir men mana shu ishlarni topib chiqaman. Sig'mayapman. O'tga qo'yishmagan ekan. Yo'q, o'tamas, aniq o'tamas. Limon topdim, ipimiz. Sho'g'ruq, mazgi. Gambit qaranglar. Qayerda deb o'ylaysiz? Zaten bilmayman. Yuguring, hamma yoqqa. Gambitga topishga yordam beraman. Limonchilash o'tdamisizlar? Bolalarni o'yinchog'i chiqib yotdi. Kupay. Qani, yo'da bor deb o'ylayman lekin. Bor deb o'ylaysizmi? Voy, bolalar topolmayapsizlarmi? Topib, hozir bolalarga xalaqit beraman. Voy, qani limon qidiramiz. Sanchi bu yoqda yo'q, lekin yetishga eng zo'r joyi bor. Sizlar o'rtoqlar nimaga aynan limon? Chunki men millionlik ma yetibdi. Shuning uchun obuna bo'laylik, 2 million bo'laylik. Eng qiziq sarimi bu. Mana yo'q ekan, men bor deb o'yladim. Boshqa o'ting tezroq. Bo'la qochdi. Videoni boshlab chiqib ketib qolsalar. Billahi, omalarga O'tib kelamiz qani. Qidiringlar. Nimayman topolmayman. Assalomu alaykum. La'nati limon qattasa, yobbani brot limon. Limon. Va xushmat videoga like bosib qo'yinglar, chunki bu videoning boshlanishi. Hali video davomida bularni shunaqa qiynayman. Topdingizmi? Qo'lim og'rib ketdi, botku. Aka, menga top beribsiz. Nima bu? Grechkami bu? Nima bu? Suv qo'yib yuboraylik, grechka yeymiz maza qilib. Billahi, bozga o'xshatdi lekin. Hamma bolalar ketdi, lekin men boz deb o'ylayman. Просто shoshmaslik kerak. Shoshgan qiz yerga yolchimaydi. Vohima qilsa, topolmaydi. Shuncha vohima qilish kerak emas. O'rtoqlar. Topdim. O'rtoqlar, Umarbek topdi. Hamma bola ketmoqda, men takan siqitida topdim. Demak, Umarbek keyingi raundda. Voy, bilim. Yana bittasi topildi. Stop. Stop, buni kim topdi? Men buni Gambitga topishga yordam beraman dedim va topib berdim. Demak, siz yaxshi do'stsiz. Yo'q, hammali bo'lmasam, demak, Gambit aka ham keyingi raunddalar. Qana. Oppa, like bosib qo'yinglar. Qani, qatta limon, qatta limon. Mana topdim. Voy, bu limon emas ekan, limon, mana limon. Nima qila olmayapsan? Yo'q. Bitta yo'q o'xshaydi. Qo'sh, nima qos qidiryapsizmi? Men qidiryapman. Nima do'lingiz topolasizmi? Ikkinchi etaj, uchinchi etajlarda ham bormi? Bu joyda bo'lishi mumkin. O'li park, o'y, qanaqa ikkinchi etaj? Limon topildi. Topdim. Topdim, biratan o'zi topolmayman deb o'ylaganim, lekin topdim. Qatdan topdingiz? Toya degan go'rkada joyda. Va islom ham keyingi raunddalar. Erkakcha, siz men obunachisiz, to'g'rimi? To'g'ri, biratan. Va o'rtoqlar esingizda bo'lsa, men obunachlarimni ham YouTube videoga olib chiqaman degandim va bular chiqotdilar, shuning uchun obuna bo'linglar. Va siz limoningiz mashq qilib turing. Ha, topdim, bildim-da, mana shu tepaliga qo'yasizlar. Xarosh, gap yo'q. Men tepadan topdim deyman, bilardim tepada borligini. Demak, Saramoloy keyingi raunddalar. Qarang, tepadan bu yoqqa qarasa, limon ko'rinadi, ko'rinmaydi. Qarang, qarab, bomyom. Buning bilan yo'q.
Mayli, tan olishga vaqt keldi. O'zim ham birinchi odam bu limon topdim. Jindan yoqib yurdim. Demak, striptiz ham limon topdilar va siz ham keng raunddasiz. Va ishtirokchilar, atigi bittagina limon qoldi, asli esa ikkitasizlar. No, bitta odam ochib ketadi. Vaqtlik ham qotib hozir keraklar chiqib ketasizlar. Ketdi. Men tepada yurdim. Mendan boshqa hech kim chiqmadi. Nima topdim? Oxiri topdim. Limon ko'pchiligiga qiyin, lekin po'stloq bilan ishlasa, zo'r bo'ladi deb aytishadi. Briketim sabab o'tmaydi. Shukret. Wow, Siroj! Sirojda ham demak limon bor va Sirojdan topdi va birinchi bo'lib, birinchi raqamli ishtirokchimiz chiqib ketdi. Birinchi raqamidim o'zi, birinchi bo'lib chiqib ketdim. Hamma narsada birinchi bo'lishni yaxshi ko'raman. Birinchisi. Tabriklayman. O'rtoqlar videoni boshlab ishtirokchimizdan chiqib ketdi. Va o'rtoqlar bizda o'sha birinchi topshiriq ham tugadi va bizda umumiy 8 ta ishtirokchi qoldi. Va sizlar endi 1 soat bo'shsizlar. Bemalol mana shu parkka aylanib dam olinglar. Aman esa to'g'ri 1 soatdan keyin sizlarni yana keyingi challenge chaqirib ketmaga chiqarib olaman. Men topa olmayman deb o'yladim. Va do'stim, qiyomatligim, meni jigarim, boya aytdim, что agar siz bilan protив bo'lib qoladigan bo'lsa, Shohruh men sizdan kechib yuboraman dedim. Lekin bilmayman nimagadir bu inson menga limon topib berdi. Agar oxirida finalda men Shohruh bilan qolib ketadigan bo'lsam, Shohruh jigar mendan yaxshilik kutmayman. Baribir siz javob ketaman. Chunki hayot shunaqada, chimayib o'tirmaydi. Hozir aylanib chiqamiz, park bilan yanada yaqinroq tanishib chiqaman. Keyingi shartlarda qatnashish uchun yaxshilab katta go'rga ketamiz. Короче, go'rga o'sha yerdan to'yimiz. O'rtoqlar, hozir ishtirokchilar hammasi xohlagan jindaligini qilib yuribdi. Men esa bilmayman ular nima qilmoqchiligini o'zi aslida. Qani turgin deb, men sanab ko'ramiz. Qani endi men buni chalib ko'raman. Balkim shuning uchun ham men Beethoven bo'lolmagandirman. Hammaylar bola oldiga boring. Interesting narsa topib qolgan qaranglar. Nima qilyapti bu? Tushmayapti-da. Va o'rtoqlar, hozir bolalar mana bunaqa uchadigan kates oldiga kelib, mashina ketmaguncha yoshibdi. Bilmayman endi hozir bular qachondir charchadim yo'qmi, lekin bu keyingi challengedan o'zim charchatib chiqarib yuboraman. Ha, Saravoy, nima bo'pti? To'y bo'la. Mazaq davomimiz, xo'jayinning shartlarini eshitib, nima qilish kerak bo'lsa qilib yutib ketamiz. Men o'zim yutib ketaman, xo'jayinlar bilmadi. Hop, hozir uchasizmi? Voy. Ket. O'zbek. Mazaq olmayman lekin, aka. Nimadir bor ekan, shutimni chaqdi, 10 pallasini. O'rtoqlar, hammaylar hozircha tutib beraman o'zim. Yo'q, xudo! Alloh! Ko'rsetsam, bu oddiy-a? Men qo'rqmadim. Eng qiziq o'rtoqlar, bolani qaranglar. Patir patim tuqqan faqat mashina tushyapti. Boshqa nimadir tushishni o'ylasizlarmi? Balkim batut sakararsizlar. Endi men salto otib beraman. Salto otasizlar? Buni ketdi hozir. Ketdi. Mayli o'rtoqlar, hozir bitta oyoqda salto otib beraman. Bitta shart, politsiya bosib qo'yasizlar. Agar o'xshasa. Ben endi navbat saltoga. Va, 3-2-1. Oy, o'rtoqlar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Uylangan katta bolalarning ahvoli. Eng qiziq nima deysiz? Yutasizmi yo'qmi siz? 100 talik. Tez, gambit sila, tez. Ochimi otaman. Давай. Balalar like bosish kerak. Omonxon sizlarga salto otib berdi. Omonxonimizdan charchatmoqchi bo'lib, keyingi o'yin qanaqadir harakat qiladigan o'yin bo'lsa kerak bo'laman. Nima deyaptilar ekan? Siz charchatmoqchisiz keyingi o'yin uchun, to'g'rimi? Ha, ana qo'ydi. Bitta o'zi aqlli odam bor ekan. Men dam olaman. Hozir tushirib bersam, agar yutib qolsangiz menga 500 million so'mini berasiz. 100 ming beraman. 100 ming ketdi, davay. Yo, menga bir o'zi pul kerak emas. O'rtoqlar, shu joyda like bosib qo'yinglar. Omonxonimizdan shuncha odam yig'ib, hech qanday uxlamasdan sizlar uchun kontent qildi. Va ekanchi, men mana shu park hududida bitta dona bananni berkitganman va bu banana bizning challenge'imizda vaksina rolini o'ynaydi. Ya'ni qaysidir ishtirokchi mana shu bananni topib olib, uni tishasa, u qaysidir challenge yutgan taqdirda ham yana challenge ga qaytib qo'shila oladi. Qani ko'ramiz, bananni kimdir topa olarmikan. Bolalar, stop! Hamma yig'ilsin, chunki oradan 1 soat o'tdi, yana bir challenge va yana bir necha ishtirokchilar hozirdan tark etadi. Menda kichik plan bor. Bular hammasi o'ynab, o'zim yo'q yo'q solib yurgan paytda men hamma joy qidirib bananni qidirib chiqdim. Hammasi o'ynab yuribdi. Bananni hech kim qidirmayapti, to'g'rimi? Mana bu aqlli xod. Mana shu uchun beshonaman. Lekin undan oldin hozirgi raunddan keyingi raund kirishingiz kerak. Ya'ni topshiriq bajarish kerak. Shu joyni hisoblantirib olamiz. Hamma telefonini chiqarsin. 3-chi shotdan oligana. Va o'rtoqlar, orqamda yana o'sha 8 ishtirokchi hech qaysilari shu 1 soatcha chiqib ketishmadi. Nimaga chiqmadingiz? Limon topdim.
Va xursand o'rtoqlar. Bu challenge-imizda men bitta random inson bo'la olishim kerak. Va bu sonni bilish uchun davayki, bundan oldingi challenge chiqib ketgan inson chaqiramiz. Keling, siz bundan oldingi raundda chiqib ketdingiz, to'g'rimi? Chiqib ketdim, ha. Qolganlarni ham chiqarib olish imkoniyatingiz bor. Bilasizmi, bu ishni nima qilishimiz kerak? Nima qilish kerak? Hozir bularni hammasi berkinadi va ikkalamiz qidirib bularni topsak, chiqarib olamiz. Bo'ldi, kelishdik. Xo'p, ana endi esa xohlagan soningizni ayting. 3. Demak, parkda berkinishga 3 minut vaqt beriladi va vaqt ketdi. Berkininglar. Voy bilim. Qoch. Men yaxshi joy qurib ketdim. Hozir shu joyga bekinaman. Bekinsak bo'ladi, o'ynab chiqaymizmi? Balki-chi? Ziyorashadi. Va qarang, hozir biz qidirib odam topamiz. Rovni 3 odam qolgandan keyin ular o'z bilan yana bitta odamni tanlab keyingi shartga olib chiqib ketadi. Ya'ni bu degani ikkita ishtirokchi prosta mashg'ulot chiqib ketadi. Qarang, siz yolg'izmisiz? Men yolg'iz emasman. Bundan keyin yomon ko'rib qolishsa kerak meni, lekin hammani topib chiqaman hozir. Mana obunalarni shunaqa shostiring. Shuning uchun nima qilish kerak? Obuna bo'lish kerak. Do'stlar, men nimasiga chiqib ketaman. Do'stlar, men masjidga bezgan. Yeb bilib, o'ta kim ko'p qoldi. Mayli, qarang. Gambitga yordam beramiz, mayli. Gambit, yutsangiz men pul berasizmi? Bo'ldi, Abdush yo'q. Davay, qara Gambitni o'tirganda olib edim, xo'p. Voy, onasini emsa, men haqqa bekinaman. Men spesialni ham joy turib suv oldim. Leshchetda men ko'rganman qo'yi. Ko'chaga bekonman. Do'stlar, xullas men bekingan joyim bu. Basketbol o'yini ko'pladi degan joyga tegib burchi edi. Men bu burchiga bordim. Lekin men bu narsa bilan bu tarafimni yopdim. Voy. Bu odam bor ekan. Okey, men ham yodingizga qo'shib o'tdim. Ben bitta ko'rinadi, oka javob beraman. To'ymi. Yaqinlamachi. Mabitga bekonaman. Mabitga topdim. Ha, orada 3 minut o'tdi. Bani biz qidirish boshlaymiz. Qarang, siz bu tarafga qidiring. Men esa tepaga qidiraman. Birinchidan siz topshirib ketdik maqsadimiz bu yoqqa. O'rtoqlarga yaxshilab qarashim kerak. Va botlarda hozircha botda yo'q. Men qizig'i men boya ko'rib qolganimda, ular hammalari tepaga berkinishgandi. Men endi tepadan qidiraman. Men kelmayman. Birinchi bo'lib chiqib ketganimda juda ham xafa bo'lgan edim. Alam qilgan edi, chunki eng qo'rqqan narsam shu edi, birinchi bo'lib chiqib ketish. Endi bu imkoniyat berilgandan keyin o'zimga yoqmaydigan odamlarni qidirsammikin, Qidirib ko'ramiz, ketdik. Bitta qanaqadir xona bor ekan. Berkinish uchun juda zo'r joy. Odam, mana buni qarang, o'rta qanaqadir kostyumda bo'tdi. Yo'q, bular men o'ylagancha raqam emas ekan, Ketdik. Tezroq topishimiz kerak. Hozircha hech kimni topolmadik, lekin endi topamiz. Soch bergan kerak. Xo'sh. Istop, men bittachi. Voy! Birinchi yo'lab Saramaloy topildi. Balla. Hozir men birinchi chiqib ketgan bo'lsam, umid qilaman, menning imkoniyat bor. No, men umid qilgan bo'lardim. Va endi men qidirishim kerak. Shoshmang, maqsadni qidirib olamiz. Men bu yerdan batutga kirib ketsa bo'lar ekan. Albatta o'rtoqlar, like bosib qo'yinglar. Men qidiraman. Demak, Omonxon hozir bir kishini topdi, biz ham hozir topamiz. Men o'zim birinchi bo'lib masjidga bekingan bo'lardim. Yo'q, hech kim yo'q. Bu yerda kimdir bormi ekan, Men o'rtoqlar bizni olib ekan topildilar. Siz topdingizmi, to'g'risini ayting. Menda ikkinchi, lekin qolganlar bilgan. Atabi imkonim bordir. Buni hozir ko'ramiz. Podskaska bersam pul bermaysizmi? 100 ming beraman agar bitta odamni sotsangiz. Kesib tashlaysizmi? Sotgan boramiz. Qo'yamiz. Bo'pti, sotib beraman. Street test qandaligini. Rostdan berasizmi? Rostdan beraman. Ya, o'rtoqlar, men chestni o'ynamoqchiman, etmagan bo'ldi. Nimaga bo'lsangiz? Bo'ldi, besh. Prosta vaqtim olmoqchi bo'ldim. Sochib ekan, mana shunaqasi bekor bo'lgan. Mana bundaqa. Nu botda ham hech kim yo'q. Ammo esa qidirishga davom etaman. Hozir Omonxon keldi. Mana masjidga keldi, antlarni qidirdi-da. Men topolmadim. Tillab ketdim, qo'rqib ketdim borib. Anta bozorchi bolani ko'rib qoldi. Street testda yetsiz menga pul beraman dedi. Bozorchi bola sotmoqchi bo'ldi meni. Bozorchi bola yomon deb kommentga yozib keting. Bu attraksionni deydimi, ichini ko'ramiz, kimdir bormikin bu yerda. Tepadan ko'rish kerak men uchun buni, Men buni ishlaganmi, ha? Mana 4-chi 7-5 topildinglar, bo'ldi. Bo'ldi, to'g'ri 7-5-chi topildi o'rtoqlar. Siyoq, bu berkamachoq qimlash mumkin emas edi. Hamma pastga yig'ilsa endi. O'rtoqlar shoshilish bitta hamma so'rib qoldi. Va, bekorga chiqdik. Ana ularda tushinglar dedi, bilet. Mana. 7-chi, 4-chi va 5-chi shoshda pastga yig'ilamiz endi. Omonxon, qarchi bizada nima bo'ldi? Toyib tushadigan joyda men o'yladim cho'tga. Prosta tiqilib olaman, tepadan kelsa pastga tushib ketaman degan narsa bor. Eng qizig'i bu narsani 3 ta odam o'ylagan ekan. Birimizga itarib turdi, prosta shovqin ko'payib ketdi. Keyin pastdan boshqa odamga, tepadan boshqa odam keldi, vobshe qiyin bo'ldi. Bilet, prosta jinnilik bu.
Va o'rtalar qaranglar. Biz hozir ro'parasi 5 ta ishtirokchini topdik. Ana endi 3 ta ishtirokchi berkingan bo'ldi. Va mana shu 3 ta ishtirokchi shu berkim ochiqda yutdi. Va ana endi ularni pastga taklif qilamiz. Chunki endi eng qiziqarli joy boshlandi. Oxirgi qolgan berkinganlarsini yutdinglar, tushinglar. Hop do'stlar, menga aytishdi, men YouTubeman. Shuning uchun qanaqa joyga bekindim. Boya shoshilinchdaman. Bekingan joyimni ko'rsata olmadim sizlarga. Hop, mana bunaqa oralig'ida edi u joy. Men bu tarafdan kelganda zinadan tushganda, men buni tagiga bekinib oldim. Hech kim kelmadi shu yerga. Borku zinadan kelib tushdi-da, qaytib chiqib ketishdi. Hayronman. Men shundoqqa men bu yerda yotdim. Omon, yutdinglar deb baqirdi. Mana men shu kunning ichida chiqyapman. Killab ketdim. Yo'q, bana boshmanlar. Omon bilan birga qidirayotgan bola bor. Shunday yonimdan o'tib ketdi demashdi. Mana shu kunning ichida yotdim. Street testga rahmat, ustim yopib qo'ygani uchun. Jigar o'nlab. Solaman bitta hozir. Kimdir bormi bu yerda? Ay. Kimdir bormi? Yetgancha hali sizlar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hozir obuna bo'lib qo'yinglar. Va videoda kimni tushuni xohlaysizlar, shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng muhimi like bosib ketishni unutmanglar. boy dilini sotaymi dedim, lekin sotib olsam bo'lardi, bilsa bilardi, lekin sotmadim. Lekin qarang, siz hozir Dilmurod akani, ya'ni striptiz sotmaganingiz hozir ifoda beradi. Nima? Hozir bilib olamiz. Va ana endi bo'lmasa o'rtoqlar, berkin machog'imizni natijalari mana shu 3 ta g'olib va mana bu yerda 5 ta mag'lublar. Lekin sizlar o'ylashingiz mumkin, endi finalga 3 ta odam chiqadi deb. Yo'q. Qanaqa final o'rtoqlar, videomiz endi qizyapti. Sizlar qaranglar, berkin machog'i ekan 3 ta ishtirokchilar. Va sizlar bundan keyingi raundga o'zinglar bilan atiga bittagina ishtirokchi olib ketishingiz mumkin. Har bittamiz bittadan. Har bittadan odam tanlaysizlar. Bilmayman, endi kim o'zlari yaqinni olasizlar, kim yo'q. Qolgan ikkita ishtirokchi mana shu raundda parkdan chiqib ketadi. Hozir o'z tanlaysizlar yoki o'ylab olasizlar? Ozgina o'ylaylik. Qiziq bo'ladi. Kim bechoralik so'qsa? Qanaqa bo'ladi? Intrigaga nima bor? Shart talashga chiqarish kerak bo'ldi. Bittaga beti, bu tegilar meni endi qanchalik yaqin ko'radi bilmayman, lekin meni tanlashmaydi 100%. Mani ishim tanlamas kerak. Va o'rtoqlar vaqt bo'ldi. O'ylab bo'ldik va endi biz bir chetdan ishtirokchilarni tanlaymiz. Birinchi bo'lib street Beri. MCD'ni tanlaymiz. Bozorchi mayli. Вообще kutmadik lekin bor. Keling. Dilmurod siladib yozinglar tez kommentariyaga. Sotmoqchi bo'lgan bo'lsa ham men qutqarib qoldim. Boya eshitib o'tirdim hammasini. Lekin sotmadim. va ana endi bo'lsam ikkinchi yutgan ishtirokchi, ya'ni Shohruh Esi kimni qutqaradi? Xo'p, men Umarbekni qutqaraman. Kutilmagan. Keling, bratim. Attishi. 100 tali chiqib ketdim deb o'yladim. Rahmat. Boshida aytdim-ku men ketaman. Qarang, hozir bular sizni tasdiqladi. Endi siz buni tasdiqlarsizmi keyingi raundlarda? Yo'q. Va ana endi bo'lmasam oxirgi yutgan ishtirokchimiz, ya'ni Gambit aka kimni qutqaradilar? 3 ta ishtirokchi qoldi. Oxirgi bo'lib keyingi raund o'tadigan ishtirokchi bu. Saramalo. Menga kuchli odamlar kerak. Men haqiqiy jang bo'lishini xohlayman. Va Mamet yutqizgan odamni qaranglar. Nima bo'ldi? Men hichaman deb o'yladim. Lekin menda bana bor. Aslida birinchi raundda Bilmayman qoldim. What the fuck? Ne brat, topmadim. Agarda buni yemagunga o'xshab ketmaydi. Kimdir olib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shoshmaydi. Shunda biz keyingi bosqichga 6 ta emas, 7 ta o'tdik. Va men afsusinki, mana ikkinchi obunachi ham o'sha ikkinchi raund o'zishib ketdi. Обидно endi bo'pti. No, hammanglar sizga rahmat. 5 просто obuna bo'lgan like bosinglar. Ana endi bo'lsam, men bolalarni to'laylik. Nima bo'pti? Mana bu chiqib ketadimi deb men buni tanlamadim. Buni banana bor ekan. Men bilmadim qachon olganini buni. No, mayli. Babi keyingi safar teginga suv quyaman sen. Yetdini, voy. Hammani o'rtoqlar, bo'lmasam yana bir challenge'imiz tugadi va 1 soatdan keyin yana bitta bundan qiyinroq topshiriq bo'ladi. Ungacha biz xohlaganini qilinglar. Lekin agarda kimdir parkdan chiqib ketsa, riski challenge chiqaraveramiz. Mamdan o'zimiz. Bombalarligini qaranglar. Nima что это, блядь? Ishimiz ekan bu. Uy. Mashina qurib olsak, o'yin tugaydi. Da, brat, biz yetamiz. Mana. Xullas do'stlar, hosilar bilan birga tushamiz. Ketdi do'stlar. Hammaga rahmat, video tuga. Menga qara, mazgiylar. Agar like bosmagan bo'lsang, like ga kalla, podpiskaga spachga qo'yib, omonxonni kimlar qilib qo'yinglar. Ishoning, xato qilmas buning uchun. Ha, bo'ldi. Ha, ketdi. Va shunaqa qilib bo'lib 1 soat vaqtini o'yin kulgi bilan o'tkazib olishdi.
Skapark bu vaqtlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazish uchun eng zo'r joylardan biri. Chunki mana shu videoda ko'rib turganingizdek, bu park juda katta, har xil ko'ngilochar joylari bilan. Va o'rtoqlarim, men hozir sizlarga Skapark tomonidan sovg'a bor, shuni aytmoqchiman. Va u ham bo'lsa nima? Ya'ni bizga Skapark tomonidan ikkita voucher berildi. Bu voucher agarda qaysi obunachi qo'lga kiritsa, u Skaparkga xohlagan kelsa, qo'lli maslahat tekinga mana shu paketni mazza qilib aylanishi mumkin. Va men bu voucherlarni esa eng ko'p like yig'gan ikkita komment sohibiga beraman. Давайте, shu komment yozib tashlang. Mabodo sizlarning kommentlarga like yig'masdan omadinglar kim yo'q 30% skidka olasizlar. Ya'ni bu promokod Sky 30. Albatta, kelinglar va Sky 30 promokod ishlatib 30% chegirmani qo'lga kiritinglar. No, ishoninglar, bu ancha pullar deyishdi. No, xo'sh, shunga Skaparkga rahmat. Va endi bo'lsam biz yana qolli challenge'imizga qaytamiz. Va endi bo'lsa navbat 3-chi shartga. Va bu shartimizning nomi Lego. Va hozir hamma o'zini bittagina Legodan boshlanib quriladigan o'zining katta imoratini quradi. Va qurib bo'lganingdan bolalar bir-birlariga hasillab qilib, topshiriq oxirida nima bo'lishini bilmasdan Legolarni qurishdi. Akalar, rovna 10 sekund. 1, 2, 9, 10. Shu hamma qolsin. Va hamma sanasini Legosi. Sanash kerakmi? Sanasi nechta ketganini. Va bolalar o'zlari qurgan Lego binosini sanab chiqishdi. Va ana endi birin-ketin kimniki nechtadan yetasizlar? Sarimol sizga. 17 ta. Sizga. 18 ta. Sizga. 20 ta. Oy. Sizga. 12 ta. Hop. 18 ta. Hop. 17 ta. 17 ta, 18 ta. Va ana endi bo'lmasam, bu challenge'imizni eng qiziq joyiga o'tamiz. Va bu ham bo'lsa, bizda hozir eng baland qurgan va eng kichkina qurgan chiqib ketishi kerak edi. Lekin hozir bizda eng baland qurgan odam aniq, 20 ta. Bu ham bo'lsa Gamit aka. Eng kichkina qurgan esa 3 ta. Va bular bo'lsa Sara Maloy, Sirojbekov va Umarbek. Men shunaqa bo'ladi deb o'ylagandim va shuning uchun boshqalarga qarab o'rtasida o'shadan balansni mana shunaqa deb o'yladim, lekin bitta adashimdan bo'ldi. Xo'sh, Gamit aka, men afsuski siz chiqqaningiz aniq. Obunachilik oxirgi so'zingiz nima? Mazgiylar ko'rishamiz. Like pachishga kalla qo'yasizlar, yomonxonni 2 million qilasizlar. Ana endi prosta Gamit aka barchasini yig'ib olamiz. Da, Men shuncha qurdim-ku buni. o'zi qaytdi shunaqa, ba'zida siz mehnat qilgan narsalar qadrsizlanib qoladi. Mana bu obunachilik sonida hurmat. Gambitni o'pib qo'yamiz. Va ana endi bo'lmasam 3 ta qolgan ishtirokchi kelsin. O'rtoqlar, qo'limda 3 ta zibajiska va bittagina singan. Sizlar qaramay qoldi bitta tutalisizlar. Kimga singan tushsa, hozir chiqib ketadi. Oxirgi qolgan meniki. Menga farqi yo'q. Men oxirgi qolgan meniki. O'rtani oldim. Va Saramol ham oldi. Oxirgi meniki. Va oxirgi tanlanadigan cho'pu singan. Kuchli o'yinchi chiqib ketdi, kuchli o'yinchi. Men Umarbekni qutqardim, lekin baribir Umarbek o'yindan chiqib ketdi. Umarbek qutqarsiz endi men Umarbekni qutqara olmayman. Umarbek uzr. Umarbek, sizni bekirsiz kerak edi. Yo'q, men shuni tanlab qo'yishim mumkin edi. Ancha sorry. Va Umarbek chiqib ketdi o'rtoqlar. Men o'zi o'yinga qaytarishdi meni chiqib ketgan joyimdan. Men ham adolatli o'yin qilib chiqib ketaman. Like bosinglar. Umarbekga plyusrab, siz esa albatta vaqtga like bosing va demak biz 3 metr bo'ldim, mut. buni qarang, necha etaj u ketdi. Seka. Suva, bratim. Suva, bratik. Maqsud Sila deb yozib olinglar kommentga. O'limgacha, Oybek, o'limgacha. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, minoni qurishyapti. Avanisini buzmoqchiman. Chunki qancha bilan kayfiyat buzilsa, shuncha chiqib ketadi. Ay, o'rtoqlar, mazza qolma. Uni abjaqni chiqarib olganimni Telegram kanaliga qo'yamiz. Xotiromen o'rtoqlar, omon so'rashmasin bo'lmaydi. Oybekka xafa bo'lsinmi? Nima xafa bo'lmoqda? Biz aylanmasdan suv quyishga keldik. Suv ichiramiz. Bu suv nomi? Bu rostdan ham zo'r suv. Suv olinglar. Короче, hozir mana o'yin topib oldik. Mana bunaqa o'yin boshqa yasash kerak. Mana bunda o'tish kerak. Kimki o'tsa, anta yashil yonadi. Короче, hozir qilib ko'ramiz. Bizani sizga taklifimiz bor, stretingiz bilan birga. Qo'sh kelinglar. Bizga hozir o'yin sekretlarini beradigan bo'lsangiz, ikkalamiz ham bittamiz yutsak, 500 mingni sizga bera olamiz. Siz qarang, shuncha odamni chaqirib, shuncha kiyimni tiktirib, shuncha pres qo'yib, mana shu joyda arenda qilgan odamga 500 ming so'm qiziq bo'lasizmi? Lekin rasmanga nima qiziq? Nima? Mani ko'rib turganlar like bosib obuna bo'lishi. Chunki shuncha mehnat ko'rib tursin o'rtoqlar. Mani salkam 70% odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti. O'rtoqlar, mani ko'p odam ko'ryapti. Lekin obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar hozircha ko'p. Davlat o'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Aman kelibsa keyingi safar 50 ta blogerga qarshi 50 ta obunachilarni qarama-qarshi qo'yib, ularni jangini uyushtiraman. Sizga shunaqa mo'jiza kerakmi? Davlat qilaylik va u videoda odamlar 10 million so'm uchun ko'rishadi. 10 million hozir tez obunalarni bosib tashlanglar. Bu videoni men ko'rgim keldi. Mana endi bo'lsa nimadir vaqt o'tkazamiz. Qarchi bolalar o'zini fizически qiynab, naryoqda nimadirlar qilib yotishibdi. Kech bo'lgan o'zi kuni bo'yi charchaganda yana titrlab yotibdi-da. A biza donnon ziki. Chertishdan. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Voy! Don ziki.
Mana ham xuddi shunday ishtirokchi bo'lgim kelyapti-yu, lekin meni ishim bularni qiynash. Shuning uchun hozir ham juda qattiq qiynayman. Ungacha esa bular ozgina kayfiyat ko'tarib olsin. O'rtoqlar, Odam podam emaslar. vaqtni jazorat qilishyapti. Mazza qo'shyaptilar. Biz esa bu paytda Saramalo bilan basketbolchi chiqamiz. Qarang, 3 marta otamiz. Kim ko'p shot ursa bo'ldi. Qizga inson men aytgan odam oldiga borib, men aytgan shartni bajaradi. Agar siz ham mana shart bajaraman. Davay. Birinchi yo'l o'zim otaman. Men shartimni bildim уже. Birinchi yo'l ketma-ket 3 marta otaman. Birinchisi. Ikkinchisi. Yes. Va endi uchinchisi. Mana. Hozir men ikkita tushirsam yutaman, chunki Allohim bitta tushirdi. Birinchisi. O'sha bitta bor. Men o'sha shart bajarishga tayyorman. O'sha yutqizdim, mayli, lekin ham totib qo'ying. Seni oyoqda tushiram, okey. Ay. Saramavoy, men yutqizsam, choli yutqizaman. Va ana endi ishim ishlanish topshirilishi deydi. Men eshitdim, hozir Allohim balandlikdan qo'rqar ekan, ana uchasiz. Yavra. Davay, okey, davay. Yo'q! O'rtoqlar, men qo'rqaman to'g'risi. Saramavoy, halam kech emas, boshlab. Yo'q. O'sha orqaga yo'l yo'q, okey. O'rtoqlar, men qo'rqib ketyapman. Saramavoy, men sizni mashinangizni qiynayman, ataylar, meni qiynagan uchun. Bo'ldi lekin, ey. Va albatta o'rtoqlarim, like bosinglar, obuna bo'linglar. Va o'rtoqlarim ko'rib turganinglardek, omon o'sha ekstremal shaxs va 1 soat o'tdi. Ana endi bo'lmasam yana bir topshiriq va qaysidir ishtirokchi hozir bizdan chiqib ketadi. Va ana endi bo'lmasam 4-chi topshiriqqa va bu uchun bolalarning qo'lida Assalomu alaykum. Xullas, ko'rib turganinglardek, har bitta ishtirokchining qo'lida qog'ozlar va flamaster bor. Va 3-raundda biz hozir kim men deb fikrlasa yutadi challenge olamiz. Ya'ni men hozir savol beraman va hamma o'zi variantini yozadi. Va kimni varianti meni variantim bilan o'xshash bo'lsa, o'sha 1 balldan oladi. Va challenge oxirida kim kam ball yig'sa, o'sha parkdan chiqib, katta challengeimizdan chiqib ketadi. Umumiy 5 ta savol va ball yig'iladi. Hamma tayyormi? Tayyormiz. Bo'lmasam birinchi savol. Dunyodagi futbol tarixidagi eng zo'r futbolist kim? Hamma variantini yozsin. Men bilmayman futbolni, men tushunmayman. Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Ana endi hamma javoblarni ko'rsatsin. Messi. Pele. Ana endi shunda Saramovda Messi, Pele, Husanov, O'zbekistonlar. Messi, Pele va hozir Messi deb yozganlar 1 ballni qo'lga kiritdi. Va bular Saramov va Surojbekov. Va ayni bo'lsa ikkinchi raund qaysi rang sizlarga yoqadi? Xohlagan ranglarni yozinglar. Sariq. Pushti. Nima yozdi ekan? Pushti deb yozdi. Men yozdim. Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Variantlarni ko'rsatsizlar. Boshida Saramovda ko'k, qora, sariq, qizil, ko'k. Ammo esa oq deb yozgandim. Demak, hech kimga ball yo'q. Men o'yladim, kiyimimiz ko'k bo'lgani uchun mo'sh ko'k yoqadi. Va endi bo'lmasam uchinchi savol. O'zbekistondagi Lyuboy bitta viloyat ismini yozinglar. Viloyat, shahar Lyuboy. Masalan, 12 ta viloyat bor-ku, 12 viloyat va Qoraqalpog'iston, to'g'rimi? 70-75. Ketdi, yozamiz. Ko'chirib, ene ko'chiroz. Ko'chirsin mana. Yozmaymiz va? Nima farqi bor? Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Hamma o'zining variantini ko'rsatsin bo'lmasa. 75. Mana buni qara. Menga jangning yozmay boshlaydi demasin. Sizda shunda kim? Surxashqar 75. Demak, sizga Surxondaryo. 75 Surxondaryo. Qashqadaryoda. Demak, Sarmovaga Qashqadaryo, sizga Buxoro. Buxoro, sizga Qashqadaryo, sizga Xorazm, Surxondaryo. Surxondaryo. Va meni javobim Andijon edi. Va shunda yana hech kim ball olmadi. O'rtoqlar, yana 2 raund qoldi. Hozircha faqatgina Saramova bilan Surojbekov ball bor. Ana endi esa ko'pchilik ball olishi mumkin va bu ham bo'lsa, shunaqa osonroq bo'lishi endi. Qaysi birini tanlaysizlar? Obuna bo'lish yoki like bosish? Obuna. Ya buni yozing endi, men bilmayman. O'zinglar bilasizlar. Mana men o'zim bersam yozaman. Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Ana endi hamma o'z versiyasini ko'rsatsin. Obuna bo'lish. Obuna bo'l. Obuna. Va bu to'g'ri javob, obuna. Va xushmet sizlar obuna bo'linglar. Chunki men 2 million bo'lishga qarab ketyapman. Va hozir hamma 1 balldan oldi. Hamma 1 balldan, sizlar ikkalarida 2 balldan ekan. Va ana endi o'zi oxirgi savol, hamma xohlagan mashinasini yozsin. Hamma yordam bo'lish uchun jam mashinalar. Jam mashinalari? Da. Jam mashinalari va yettidan boshlanadi. Voy, Uy, uchtasini bildim. Men yozib bo'ldim. 5 ishtirokchidan oxirgi javob ko'rmoqchiman va hamma javobni ko'rishga tayyormi? Bo'lmasa ko'rsatamiz, davay. Maluba, Gentra, Taxo, Cobalt, Gentra. Lekin nimaga buncha omadsizlar? Meni javobim
Xatovoydan, na Xatovoydan. Endi Spark bilan deganlar o'zi ko'rmay odamlar. Kommentga Spark bilan deganlar bo'lsa agar plyus qoldinglar. Spark degandami yoki Gentle o'rtoqlar kommentariyada o'zlarini olinglar. Bu esa biz hozir mag'lubni aniqlamadik. Va shuning uchun ham ikkita yutgan inson o'sha chuqursin. Keyingi challenjdasizlar. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar, hozir mana shu o'zi bitta odam chiqarib olishimiz kerak. Shuning uchun ham svetoforni 3 ta rangi bor. Va sizlar ham uchtasizlar. Hamma o'zi bitta rangni tanlab kelishib olib, bitta yozasizlar va men sizlar kelishuvlar eshitmay qoldi bitta rang yozaman. Kim o'sha rangni yozgan bo'lsa, o'sha ishtirokchi minus ball olib chiqib ketadi. Kelishib olinglar, qaysi rang yozishni. Yashil. Hop, tavakkal qizil. Masxara qoldi. Mani javobim bo'lishi tayyor, ammo o'zgartira olmayman. Sizlar hamma yozib bo'ldinglarmi shu? Hammamiz biza yozib bo'ldik-da. Va ana endi hamma javobini ko'rsating. Yashil. Qizil. Sariq. Shunda sizniki qizil. Ay. Sariq. Ay. Yashil. Mani javobim bo'lsa yashil. Da, chestni bo'l, ya'ni yashilni o'zim tanladim. Nasib qilmagan ekan. Shuning uchun hozir sizlar shundoq pastga tushib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki Omonxon tezroq 2 million bo'lish kerak. Abdushi birazdan zo'r podachka qilib berdingiz. Endi bo'lsa 4 ta shogish qoldi va buni bilan biz yana davom etamiz. Lekin bitta raunddagi final bo'ladi. Agarda xohlasangiz hozir o'sha raund qo'yamiz. Yoki yana nimadir qilmoqchimisiz 1 soat. Yana bitta challenge tarafdorimiz, sababi 1 soat hamma narsani ko'rib bo'ldik, o'ynab bo'ldik. Energiya qolmadi o'sha energiya. Hamma o'rtoqlar yarim kechasi onlayn o'chib qolgan. Shuning uchun mayli 1 soat kutmasdan yana rovni 10 minutdan keyin yana bir eksperiment tushadi. Va shu orqali bizdan ikkita ishtirokchi chiqib ketib, ikkitasi finalga chiqadi. Tayyor turinglar bolalar. Davay. Kim chiqib ketishini bilmadim-ku, lekin kim chiqib ketishini bilmayman. Bu endi bo'lmasam navbat polfinalga, ya'ni hozir biz finalistni aniqlaymiz. Qo'chpayt ko'pchilik qanaqasiga deb olishi mumkin. Lekin men hozir bu challengedan o'sha o'tkazib ketgan odamlarni chaqirdim va bularning qo'lida hammasida qog'oz turibdi. Va bular hozir qo'ldagi qog'ozga mana shu ishtirokchilardan ikkitasining ismini yozadi va o'sha ikkita inson finalga chiqadi. Agarda kim ismi yozilmagan bo'lsa, ular finalga chiqmaydi. Ya'ni hozir ko'ramiz. Qani kimning ismini ko'proq yozishar ekan. Sizlarga rovna 1 minut vaqt bitta fonastirib bo'lib yozib o'tirasiz. Birinchi bo'lib siz yozasiz. Oxirida ko'rsatishingizda Hopman Sadamalloyga ovoz beraman birinchi bo'lib. Birinchi odam Sadamalloy sababi sergiligida turadilar. Mana uyga olib ketadilar. Ikkinchi odam bu street testga beraman. Chunki sidochi banani bor edi. Hozir street testga ovoz beraman. Ana xafa bo'lish yo'q. buni yozayotgan paytda Sarmo'g'li. Siz hozir finalda bo'lasizmi, nima bo'lasiz? Bo'lsam kerak, chunki ko'plarni taniyman bu yerga. Men o'ylayman finalga chiqaman. Xo'p, do'stlar, men Sirojbekov ismini yozaman. Sababi men Siroj yutishni xohlayman bugun. Qachon shu videoda yutsin, shuning uchun men Siroj ismini yozaman birinchi. Xo'p, ikkinchi yozadigan odamim bu Saramaloy bo'ladi. Ha, rasmga ko'rib ketyapmiz. Oybek, Xo'chbay siz nima deysiz? Siz finalda bo'lasizmi yo'qmi? Menimcha yo'q. Bizani chiqarishmaydi ular. Bizani chiqarishmaydi ular. Qisqa qilib aytaman, hozir Sirojbekov aka bilan Saramaloyni tanlayman, chunki ko'zga tashlanadigan uchastliklarni ko'p harakat qilishdilar va shu ko'zga tashlandi, shuning uchun vыбоrimni qilib oldim. Sirojbekov, siz nima deysiz? Eng omadsiz insonlardan biri bu yerdagilardan nima deydi bu? Sirojbekov. Ko'p o'ylab olmadim kelmagan. Bugun omadim kelar, bugun yutarman mo'sh. Buni hozir ko'ramiz. Yer dumalon-ku. Odamni odamga shunaqa zor qilib qo'yishar ekan. Qarang chiqib ketganimda ustimdan kulyotuvdingiz, jigarim. Uni ijod qilib Dilmurodga. Kulish xato bo'ldi lekin, tan olaman. Siz kuluvmidingiz? So'zim? Va hammaylar endi bo'lsam tezroq ovoz berib bo'lishgandan keyin natijalarni e'lon qilamiz. Birinchi bo'lib yozadigan odamim, biz hammamiz biladigan luzerimiz bor. Hamma o'yinda birinchi bo'lishga harakat qiladi, lekin yutolmaydi. Bu Sirojbekov yozamiz. Ikkinchi odam samimiylik jihatdan baholayman, bozorchi bola. Va oxirgi ishtirokchi Street Test shu qachon keldingiz? Agarda bo'lasiz tanlasa, siz finalda bo'lasiz. Nima deysiz? Finalda bo'lasizmi yo'qmi? Men bu bolalarga ishonaman. Men aka-ukadek bo'lib ketganmiz bular bilan. Hop, mazgili. Ularning hayoti mana shu markerimning qo'lida turibdi. O'ylayapman. Yomon o'ylayapti lekin. Finaliga chiqsa, kim chiqa qolsin? Va ana endi bo'lmasam hamma chiqib ketgan ishtirokchilar ovoz berib bo'lishdi. Qo'limda ovoz bergan qog'ozlar. Va ana endi birin-ketin o'qib beraman. Birinchi ovoz Sirojbekov. Ikkinchisi bozorchi bola. Ikkinchi qog'ozga o'tamiz. Birinchi ovoz Sirojbekov. Ikkinchisi Saramaloy. Keyingi qog'ozga o'tamiz. Birinchi ovoz Sirojbekov. Ikkinchi ovoz Saramaloy. Keyingi qog'ozga o'tamiz. Birinchi ovoz Saramaloy. Keyingi ovoz Street Test. Va eng oxirgi qog'oz birinchi ovoz Dilmurod. Ikkinchi qog'oz Saramaloy. Va shunda umumiy ovoz berish natijasi orqali finalistlarimiz ikkita. Bular Saramaloy va Sirojbekov. Aslida esa polfinalda qoldinglar. Bitta emotsiyalar bo'lishdilar. Emotsiyam yo'q meni. Ishonuvdim bilan aytsam. Yo'q, yaxshi o'tgan. Kanalni aytib qo'yaylik. Hali biz ham kanalimizda shunaqa video qilishimiz bor. Ular hammasini biz eslab qoldik. Shunaqa narsa qilamiz, eslab qolasizlar hammangni. Sizlarni chaqirmashingiz kerak, Siroj bilan kelamiz. Ana o'sha kim esa? Va ana endi bo'lmasa o'rtoqlar, navbat finalga.
Va nima bo'lsa o'rtalar navbat finalli challenge-ga. Bitta o'zim mazza qolmam. Va bu challenge ko'rib turganingizda, mana shu katta Olimpga chiqish kerak. Birinchi bo'lib kim tepaga chiqib o'sha knopka bor. Knopkani bosib pastga tushsa o'sha yutadi. Yokida kim balandroq chiqsa o'sha yutadi. Hamma qoidani tushundimi? Qarang, knopkani bosgan odam yutadimi yo tushish ham kerakmi? Knopkani bosib tushish kerak. Omadga taqaladigan shart bo'lganda sirojga beraverardim, uni kuchli ekan, o'shaning uchun harakat qilaman. Men bu narsada chiqish qiyin dedim, lekin men yoshligimda orqonga tortinganman, eploliyman. Eng qizig'i bu torta yerga ketar ekan. Va o'rtoqlar, bular tepaga chiqib tushish uchun rovna 3 minut beraman. 3, 2, 1, vaqt ket, bosinglar. Saram avoy, davay. Avashga qaramayman pastga, borib. O'rtoqlar hozircha Sirojbek foto ketyapti. Bizda vaqt ham ketyapti. Oy, super final! Siroj tepalashib ketyapti. Saram avoy harakat qiling. O'rtoqlar Sirojbekov. Bosib! Всё, tushinglar Sirojbekov bu knopkani bosdi va ana endi pastga tushib qaytsa bo'ldi. Va o'rtoqlar, Saram avoy knopkani bosmasdan tushibdilar. Sirojbekov esa bosib. O'rtoqlar, menimcha bugun Sirojbekov uchun tarqosladi. Lekin Saram avoy ham tasmoqchi emas. Voy, mana Saram avoy o'sha yerga tushdilar. Men yutdim. Muqoma pastga tushishdi, bo'ldi. Oy, Sirojbekov! Va demak o'rtoqlar, parkdan kim oxirgi bo'lib chiqsa yutadi challenge-ni. Birinchi qismini g'olibi Sirojbekov! Nihoyat Sirojam odamga o'xshab qaysidir ko'rsatuvda yutar ekan. Prikiydi. Omonxon, men bitta narsa aytmoqchiman. Men futbolni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun Sara uchun hurmat uchun futbolga albatta investitsiya kerak. Men investitsiyamni qilaman. 1 million so'm Saraga. Yo, bu mumkinmi shunaqa qilish? G'olib o'zi xohlasa sizga bersin. Yo, давайте. Agar menda pobeda bo'lsa, men bo'laman, bo'ldi. Demak, общий 50 bo'ldi va shunda challenge'imizda g'olib Sirojbekov, lekin umumiy g'oliblik ikkita bo'ldi. Lekin Sirojbekovni birinchi marta g'alaba bilan tabriklab qo'yamiz. Endi like bosmasanglar, bilmadim. Men nima omadliman, chunki Ronaldoning nomeridaman. O'rtoqlarim ko'rib turganingizda challenge'imizda g'olib aniqladik. Va albatta shuncha mehnatimiz uchun albatta like bosib qo'yinglar. Like bosib qo'ying.